Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamaysizmi? Qarang, bitta yuzingizni ko'ring, shunga qarab biror nima deya olmayman, chunki dog'ini oldin hech narsa deb bo'lmaydi. U qachon tushgan, nimaga tushgan, uni birinchi ko'rishim kerak. U xuddi ham ko'rib chiqsa, sababchi zo'r bo'ladi. Mana bu. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizmi? Qarang, nima uchun o'sha pora kichkinaradimi, yo'qmi? Birinchi o'rinda pora yo'q bo'lib ketmaydi. Birinchi kichkinaradi, hech qachon yo'q bo'lmaydi, ishoning. Quruq yuzda ham pora bor. Faqat siz bilmaysiz u narsani. Porani maksimal qisqartirish mumkin, lekin doimiy o'qit qilib, doimiy sog'lom hayot yurish kerak. Ular gorizontal vertikal bo'ladi, osilishi mumkin yoki noto'g'ri o'qit bo'lishi mumkin. Sizda hozir qaysi? Menga yuzingizni ko'ring, shunga qarab nima deya olaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamaysiz, yuzingizni ko'rdim. Вообще muammo yo'q uyingiz. Qarang, o'g'lidan qolganda o'zi umuman gormonal taraflaridan hamma tarafdan tekshirtirganmisiz? Bu polniy hol yuzingizni ko'ryapman. Sizda nafaqat eng osti oyoqlarida ham bor,